Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir mana kishini klientlarning talablaridan ko'ra nima qildik? Avtomatik ishni обновление qildik. Bu yerda qarasangizlar bo'ladi. Bunday lampochka bilan qo'yib qilib berib spiralning o'rnina. Bu ham o'shanda 220 ishlay qiladi. Mana bu yerdan cho'ng blok tanasi bo'lchi. Основной bani qilgan, ichida relaylar bo'lgan. Kilometr boshqalari alar yo'q. Jo'nlamni 220 jana 12 voltlik blok nima bilan 2 bilan nima bilan 2 vilka bilan ishlaydi. Qolgan nimalari avtopavorotlar boshqalari o'sha belgidagina bo'ladi. Mana bu yerda bilan bunday lotok bo'ladi. Buning bahasi 5,5 ming so'm bo'ladi o'shanda. Agar qalovchilar bo'lsa olsangizlar bo'ladi. O'zida jarasha minusi bor, endi svet yo'g'inda so'z invertor orqali akkumulyator qo'llanish kerak bo'ladi. Через invertor. Buni bayaqunday rучнойды saqtaganday bankamen suvni qo'yib saqtay olmaydi. Svet o'chmaydi degan joylarga so'nin. Aznash o'shundaydan уже hozir massiviy jasab boshlaymiz. Qalovchilar qayrilsangizlar zakaz bersangizlar bo'ladi.